Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 2026-yil 11-mart sanasi. Alba ko'chatlarimiz holati mana. Yopganimizga hech qancha bo'lmadi. Bir martda boshida shu 2 haftacha bo'ldi yopganimizga. Mo'ljalimda mana gullari. Bugunga sovuq ko'rsatilgan 11-kunni tongda -4 gradus bo'ldi. Minus gradus bo'ldi soat 4da. Mana bunday Peter nomli pushkamiz bor, gaz pushkamiz, propanga yonadi. Shuni yoqib qo'ydik soat 4da. +3 ushlab turdik. Teplisamiz. Yaxshi uncha sarf ketmas ekan, o'chib yonib turdi. Gradusini moslab qo'ygandik. Ko'chatlarimizning holati. Sinovdan o'tkazyapmiz har xil usullarda. Ketishi yomon emas, zo'r. Bunda ham yangilik ko'p, xudo xolasa. Bu yildan keyin yana ko'proq natijalarni ko'rsatish niyatimiz bor. Biz vodiyda ham Surxondaryo bilan tenglashadigan iqlim holatlarini yuzaga keltirsa bo'ladi inshaalloh. Shuni ustida ko'proq ish qilyapmiz. Bu yildan keyinga xudo xolasa qo'rqmay tavsiya qiladigan ishlarimiz bor, yangiliklarimiz ko'p, xudo xolasa. Bugun 11-mart, ertaga 12-mart. Bunda ham sovuq bor. Ertaga asosan juda qattiq sovuq deyishyapti. 4-5 gradus minus deyishyapti. Bugun erta indinga o'tkazib olsak, u yog'iga marra bizniki. Inshaalloh. Gullab yotibdi. Ba'zi bir joylarda bunaqa sinalgan holatlar bor. Oradan nima tajriba qilib ko'ramiz. Xudo xolasa yaxshi bo'lyapti ishlarimiz. Aytganda bu qulupnay ko'chatlarimiz o'tgan yilgi ko'chat, matichniy ko'chat. O'tgan yilgi olinmagan. Bir ikkita oralariga anaqa yangi ko'chat ekkanmiz, yoqmaganlarni. O'sha dekabrda ekkanmiz, noyabr oxirida. İşte shu chatoq joylarini tomiri yoqmagan, sal ko'tarilib qolganlarni sug'urib ekib tashlaganmiz. Mana bular eski ko'chatlarimiz. Eskidan o'tgan yilgi ko'chat. Mana bu yerdan bu yog'i Kleri. Bu yog'i Alba hammasi. Bu yilgi asosan urg'u Alba Kleriga beriladi. Sinovdan yaxshigina o'tdi. Bu tomondagi Solxan, koreyskiy Solxan. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana hurmatli do'stlar, hozir o'rta tarnovda tagi bekidi. Mana mexanik biz hammasi qo'lda qilsa bo'ladigan ishlar bilan bekitgandik. Mana o'rtani ochdik. Mana bu Solxan, koreyskiy frigo ko'chatdan olingan. Inshaalloh ularning ham holati zo'r. Oktyabrda oxirida ekkanmiz. Ko'klab ketarmikin degan. Rosa cho'chib ekkandik, mana yaxshi ketishi zo'r. Gul shodalar tashlashi ham yaxshi. Baquvvat o'sishi yaxshi. Bunda bitta nagruzka berib oldik. Nagruzkadan keyin ko'tarilib oldi. Ko'tarilganda ham yomon ko'tariladi shu. Haligi boksyorlar yaxshi urishmasa, bitta partnyori bitta nokaut beradi, knockdownmi nima deydi? Knockdown bergandan keyin ochilib ketadi. Shunaqa qilib ko'tarilib oladi-da. 3300
3,5 ming yesi bilan ko'tarsa bo'ladi. Buni ham yo'llari bor. 3,5 ming yesi bilan 4 ming ham bo'ladi. 4 mingga ko'tarsa ham bo'ladi. Shu bilan shunday bitta stress berib olsangiz, haligi uyqudan uyg'ongan odam qorni ochligida nima uchrasa yeydi deganday shunaqa yeb tashlaydi. Yondagi albatta. Bulardan ko'chatni olamiz, xudo xolasa birinchi gulini ko'ramiz, natijasini ko'rib maydalarni olib tashlaymiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana shu ekrandagi nomerga bemalol murojaat qiling do'stlar. Mana Peter pechkalarimiz. Buyog'iga bitta, buyog'iga bitta. Bular 60 kilovat deyilgan. Kitobida 60 kilovat. Buni hozir to'kdan uzib qo'yganmiz. Peter. Termiz yo'q holatida. Mana shu yerda minusdan +3ga ushlab turdi. Asli ko'tarsa bo'ladi. Biz mana bu yerdan 6 ga sozlaganmiz xolos. Asli ko'taradi. Prosta 6 gradusga chiqarib o'chirasan deganmiz. Bu yerdagi holat 6 gradusga chiqadi, o'chadi. Bu tomonda o'shanda 3 bo'ladi. Teplitsani ichi har chekkalari 3 gradus bo'ladi. Mana shu holatda. Agar bu yerda 10 ga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi, 15, 20 va 28 ga qo'ysangiz ham bo'laveradi. Shunaqa yangiliklar ko'p, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar.